Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan autizm spektriga ega bo'lgan bolalar bilan ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish usullarini tanishib chiqamiz. Rejalar, ijtimoiy ko'nikmalar va nima va ularning ahamiyati, autizm bolalarda ijtimoiy muloqotning holati, autizmda ijtimoiylikning ahamiyati, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish usullari. Ijtimoiy ko'nikmalar o'zi nima? Ijtimoiy ko'nikmalar bu insonning jamiyatda o'zaro samarali muloqot qilish, hamkorlik qilish, his-tuyg'ularni tushunish va nizomlarni hal etish uchun zarur bo'lgan xulq-atvor va malakalar majmuidir. Ular ijtimoiylashuvga ko'maklashib, liderlik, kreativ fikrlash va insonparvarlik kabi sifatlarni rivojlantirish orqali shaxsning jamiyatda faol ishtirokini ta'minlovchi asosiy ijtimoiy ko'nikmalarga quyidagilar kiradi: muloqot, kommunikatsiya, tinglash, o'z fikrini aniq yetkazish, ko'z aloqasini o'rnatish, hamkorlik, jamoada ishlash, boshqalar bilan birgalikda maqsadga erishish, emotsional intellekt, o'z his-tuyg'ularini boshqarish va boshqalarga his-tuyg'ularni tushuntirish, nizolarni hal qilish, muammoli vaziyatlarda tinch yo'l bilan chiqish, mas'uliyat va qaror qabul qilish, ijtimoiy vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish kabilar ijtimoiy ko'nikmalarning asosiga kiradi. Muloqot va ijtimoiy ko'nikmalarning asosiy tarkibiy qismlari: faol tinglash, suhbatdoshni tinglash va tushunish, savollar berish orqali qiziqishini ko'rsatish, og'zaki va noog'zaki muloqot, aniq nutq, ovoz ohangi, tana tili, imo-ishoralar va ko'z aloqasi, empatiya, boshqalarning his-tuyg'ularini shu nuqtai nazardan tushunish, nizolarni hal qilish, kelishmovchiliklarni tinch yo'l bilan kelishuv asosida yechish, jamoada ishlash, umumiy maqsad yo'lida boshqalar bilan hamkorlik qilish, o'z-o'zini baholash. Muloqot o'z-o'ziga bo'lgan ishonch va fikrlarni erkin ifodalashga yordam beradi. O'zbekiston sharoitida ham autizmli bolalar ijtimoiylashuvi va ta'lim-tarbiya jarayoniga qo'shilishi alohida e'tiborni talab qilmoqda. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan "Hech kim e'tibordan chetda qolmasin" tamoyili doirasida maxsus ta'lim muassasalari faoliyatini rivojlantirish, inklyuziv ta'lim tizimini kengaytirish hamda nogironlarga bo'lgan shaxslar uchun teng imkoniyatlarni yaratish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylanadi. Bu borada autizm tashxisli bolalarda ijtimoiy hayotga moslashtirish bo'yicha samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqish ham ilmiy, ham amaliy ahamiyat kasb etdi. Shu bilan birga, xalqlar tajribada keng qo'llaniladigan ABA, Teach, sensor integratsiya kabi metodikalarni mahalliy sharoitda moslashtirish, ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, ushbu tadqiqot autizm tashxisli bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirishning samarali yo'llarini aniqlash, metodik tavsiyalar ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish zaruriyatidan kelib chiqib olib boriladi. Tadqiqotning nazariy va amaliy natijalari ijtimoiy pedagog, maxsus pedagog hamda inklyuziv ta'lim tizimi rivojlanishiga hissa qo'shishi kuzatilmoqda. Hozirgi davrda jamiyatning ijtimoiy hayoti va ta'lim tizimida inklyuzivlik g'oyasini ustuvorligi ortib bormoqda. Ayniqsa autizm tashxisli bolalarda ijtimoiy hayotga moslashtirish masalasi nafaqat tibbiy va pedagogik, balki ijtimoiy ahamiyatga ega muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanmoqda. Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqotda autizm tashxisli bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirishning samarali yo'llarini aniqlash va amaliyotga joriy etish maqsadida nazariy hamda amaliy izlanishlar olib boriladi. Tadqiqot jarayonida xalqlar tajribalar, xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlar tahlil qilib, mavjud metodikalar solishtiriladi va ularning samaradorlik natijalari baholanadi. Tadqiqotning amaliy qismi Toshkent shahar va viloyatda maxsus maktabgacha ta'lim muassasalari hamda umumta'lim maktablarida autizm tashxisli bolalar bilan olib borilgan mashg'ulotlar asosida tashkil etiladi. Umumiy hisobda 20 nafar 4-10 yoshli autizm spektr buzilishiga ega bo'lgan bolalar, ularning ota-onalari va 10 nafar maxsus pedagog hamda psixologlar tadqiqot jarayoniga jalb qilinadi.
Eksperimental mashg'ulotlarda quyidagi metodlardan foydalaniladi. Kuzatish metodi bolaning turli ijtimoiy vaziyatlarda, o'yin jarayonida, guruhli mashg'ulotlarda va muloqot vaziyatlarida o'zini tutishi, emotsional reaksiyalari va muloqot faoliyatini kuzatiladi. So'rovnoma va suhbat. Ota-ona va pedagoglar bilan suhbat o'tkaziladi. Autizmli bolalarning ijtimoiy hayotga moslashuvi borasidagi qiyinchiliklar va ehtiyojlar aniqlab chiqiladi. Eksperiment abo va Teach metodikasining elementlari asosida tayyorlangan mashg'ulotlar o'tkazilib, ularning natijalari kuzatiladi. Taqqoslash va tahlil eksperimental guruhlarda qo'llaniladigan metodlarning samaradorligi nazorat guruhi bilan solishtiriladi. Shuningdek, vizual vositalarda piktogramma, suratli kartochkalar, ijtimoiy hikoyalar keng foydalaniladi. Guruh mashg'ulotlarida esa o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali bolaning ijtimoiy faoliyati va muloqot ko'nikmalari o'lchanadi. Olingan natijalar statistik va sifat tahlili usullari yordamida qayta ishlab chiqilib, ijtimoiylashuv darajasi, mustaqil faoliyat ko'rsatish qobiliyati hamda kommunikativ rivojlanishi o'zgarishlarini baholanadi. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, autizm tashxisli bolalar ijtimoiy hayotga moslashtirish jarayoni individual yondashuv va kompleks metodlardan talab etadi. Tadqiqot davomida abo va Teach metodikasining elementlari qo'llaniladigan mashg'ulotlarni bolalarning ijtimoiy faoliyati va kommunikativ qobiliyatlaridan ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Masalan, abo asosida tashkil etilgan mukofotlash va rag'batlantirish tizimi bolaning ijtimoiy xatti-harakatini shakllantirishga yordam bersa, Teach metodikasi esa vizual materiallar orqali mustaqil faoliyatni yo'lga qo'yishda samarali bo'ladi. Kuzatish natijalariga ko'ra, tajriba guruhida bolaning 65% da ijtimoiy muloqotga qiziqish ortgan, 50% da esa guruh mashg'ulotlarida faol ishtirok etish darajasi oshgani aniqlanadi. Nazorat guruhida esa bunday o'zgarishlar kamroq ko'zga tashlanadi. Bu esa amaliyotda qo'llaniladigan metodlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Ota-onalar bilan o'tkazilgan suhbatlar shuni ko'rsatadiki, bolalar ijtimoiylashtirishda oilaning faol ishtiroki muhim omil hisoblanadi. Ota-ona pedagogik treninglarda qatnashganligi, keyin bolalar uy sharoitida ijtimoiylashuv darajasi ham yaxshilanganligi qayd etiladi. Shu bilan birga oilaviy qo'llab-quvvatlash bolaning emotsional barqarorligini mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi. Guruh mashg'ulotlari jarayonida o'yin texnologiyalari, ayniqsa rolli o'yinlar, bolalarning ijtimoiy vaziyatlarini tezroq o'zlashtirishga yordam beradi. Masalan, do'kon, mehmon kutish kabi o'yinlar ishtirok etish orqali bolalar oddiy ijtimoiy muloqot shakllanishiga amaliyotda qo'llab ko'radilar. Autizm tashxislarining murakkabligi va faqatgina rasman qayd etilgan holatlarda inobatga olinishi nuqtai nazaridan dunyoning deyarli barcha davlatlarida bo'lgani kabi, yurtimizda ham bolalar autizm sindromi mavjud bo'lgan bolalar haqida aniq statistikani keltirish mushkuldir. Autizmli bolalarning rivojlanish xususiyatlaridan kelib chiqib, ijtimoiylashuvi va jamiyatga integratsiyalashuvi maxsus pedagogika olinadigan ko'p yillik dolzarb muammolardan biri bo'lib, autizm bolalar sonining o'sishi tendensiyalari esa bu borada yangi yondashuvlar va tadqiqotlar zarurligini ko'rsatmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.